Rasul akram alayhissalom aytadilar, Imom Muslim rivoyati bilan jannat va do'zax o'rtasida munozara bo'ldi. Do'zax aytdiki, jabr qiluvchilar, mutakabbirlar mendadir. Jannat aytdi, odamlarning zaiflari, miskinlari, kamtarlari mendadir. Shunda Alloh taolo ularning o'rtasida hukm chiqarib shunday dedi: sen jannatsan, mening rahmatimsan, sen bilan xohlagan kishilarimga rahm qilaman. Sen do'zaxsan, sen bilan xohlagan kishilarimni azoblayman. Sizlarni o'zim to'ldiraman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mutakabbirning joyi do'zax. Mana Rasululloh marhamat qilyaptilar. Do'zax aytayapti, menda mutakabbirlar, menda jabr qiluvchilar, takabburlar menda bo'ladi deb do'zax aytayapti.